Butun dunyoda yurak operatsiyalarining narxi qancha turadi va bizning O'zbekistonda yurak operatsiyalari necha so'mga tushishi mumkin? Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovичman. Butun dunyoda operatsiyalar narxi bir xil emas. Bu nimalardan kelib chiqishi mumkin? Avvalambor, operatsiya qayerda bajarilayotganligi, u klinikaning texnik va texnologiyalarining rivojlanganligi va operatsiya bajariladigan mamlakatning ishchi kuchining narxi qancha turishiga qarab operatsiyalarning narxi bir qancha bo'lishi mumkin. Mana masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida yurakka yangi tomir qo'yish AKSH operatsiyalari, klapan almashtirish operatsiyalari 70 mingdan 150 ming AQSh dollarigacha turadi. Bu davlatlarda tibbiy xizmatning o'zi juda qimmat hisoblanadi. Keyingi o'rinda Turkiya, Janubiy Koreya va Hindiston misolida ko'radigan bo'lsak, ushbu operatsiyalarni o'tkazish 7 mingdan 15 ming AQSh dollarigacha tashkil etadi. Endi e'tiboringizni O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak, bunday operatsiyalar 35 milliondan 65 milliongacha bo'lgan mablag' tomonidan operatsiya qilinishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda tajribali mutaxassislar bilan birga yuqori texnologiyalar, oxirgi zamon uskunalar yordamida kuniga 10 ga yaqin bemorlarga yurak jarrohlik amaliyotlarini o'tkazyapmiz. Agarda sizga va yaqinlaringizga zamonaviy va oxirgi dunyo protokollariga mos yuqori sifatli yurak operatsiyalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning markazimizga qo'rqmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Sahifalarimga obuna bo'ling va like bosing.